Yaqinda bugun aniqroq hech qancha soat ham bo'lmadi. 1% bilim kanalida maqola e'lon qildim. Ya'ni u maqolada Ars Texnica jurnali keltirgan Wharton Business Schoolda o'tkazilgan ilmiy izlanishda natijalar e'lon qilingan. Natijalar qo'pol qilib aytganda nima desa, insoniyat o'zini fikrlash qobiliyatini qo'shqo'llab sun'iy intellektga topshirib qo'yyapti. Bu qanaqa desangiz, mana misol uchun oldin ekranli telefonlar chiqmasidan oldin hamma raqamlar eslab qolish qobiliyatimiz bizga birmuncha yuqori bo'lgan bo'lsa, telefon ishlab chiqilgandan keyin va unda o'sha adres kitoblari, ya'ni adres book, ya'ni yoki biz adresni knishka deymiz, o'shanga nomerlarni saqlanib qilib qo'yishdi. Biz bilganimizdan keyin raqamlarni eslab qolish qobiliyatimiz o'ta darajada pasayib ketgan. Yoki bo'lmasa navigatordan foydalanishni ayting, misol uchun oddiy Yandex navigatordan foydalanib shaharning ichida yurgan odam yoki GPS dan foydalanib yurgan odamda binolarda, lokatsiyalarda eslab qolish qobiliyati birmuncha pasayganligini bu bir nechtalab ilmiy izlanishlar isbotlagan. Endi tasavvur qiling, sun'iy intellekt sizga faqat raqamlarda yordam bermayapti, faqat qanaqadir ma'lumotlarda yordam bermayapti. Sun'iy intellekt fikrlay oladi va odamlar hamma savollarni shunga berib qo'yapti. Ya'ni bu balki bizning fikrlash tizimimizda qanaqadir o'zgarish bo'layotib turgandir degan natijada shu ilmiy izlanish o'tkazilgan. O'zi taxminan bundan 1 yil oldin MIT professori, adashmasam, eslaringda bo'lsa, bu haqida video ham qildik. Haligi universitetdagi studentlarga insho yozdirib va ularda inshoda nima yozganliklarini o'zlaridan so'rab, odamlar eslolmagan-ku o'zi nima yozganini, chunki sun'iy intellekt yordamida yozganligi uchun. Qisqasi, shundan 1 yil vaqt o'tdi va Wharton Business School, bu Pensilvaniya universiteti qoshidagi biznes maktab, o'sha yerdagi ikkita professor odamlarda nima o'zgarish bo'lyapti endi ularda fikrlashdi. Balki biz o'zimizni aqliy suverenitetimizni yo'qotyapmizmi, ya'ni sun'iy intellektga bularni hammasini berib qo'yyapmizmi degan mazmunda shunga javob topish uchun aniqrog'i ilmiy izlanish o'tkazishdi. Videoni oxirigacha ko'rsangiz, biz bu izlanish natijalari qanaqangi bo'lgan, uni bizga xavfi qanaqa, mana shularning hammasini ilmiy asoslangan holda aytamiz va videoni oxirida sun'iy intellektdan to'g'ri foydalanish, ya'ni to'g'ri foydalanish deganda men rasm generatsiya qilish haqida gapirganim yo'q, yoki bo'lmasa kod yozish haqida gapirganim yo'q. Boshqa haligi nima desam bo'ladi, nimadir yaratish haqida emas, hozircha oddiy o'zimizning savollarimizni berganda undan qanaqangi javob olish haqida to'g'ri qo'llanmani beraman. Xudo xolisa, bundan buyog'iga sun'iy intellekt haqidagi videolarimiz bardavom bo'ladi. Assalomu alaykum. Meni ismim Xurshid. Men 1% bilim kanalining asoschisi bo'laman. Undan tashqari hozirgi kunda AI consulting bo'yicha konsultant sifatida ham faoliyat yurityapman. Bu hammasi birdaniga sodir bo'lib ketib qoldi. Hozirgi kunda 5 tacha kompaniyaga, bular asosan texnologik yo'nalishda, ishlab chiqarish yo'nalishida hamda savdo yo'nalishidagi kompaniyalarga sun'iy intellekt bo'yicha biz ularning ishlarini streamline, ya'ni qanaqa qilib ular qo'llashliklari mumkinligi, qanaqa qilib jarayonlarni tezlashtirish mumkinligi haqida ular bilan o'sha sessiyalar o'tkazdik va bir nechta jamoalarga sun'iy intellektni, ya'ni ularning ish jarayoniga kirgizib berdik. Kelinglar endi ilmiy izlanishga qaytamiz. Ilmiy izlanishni nomi nima edi desa, cognitive surrender edi. Ya'ni bunda o'sha professor Shaw hamda Nave Wharton maktabidan taxminan 1400 ta ishtirokchi ishtirok etgan sinov natijalarini 10,000 ga yaqin sinovda o'tkazib, ya'ni ular o'zlarining natijalarini e'lon qilishdi. Xo'p. Odatda hammamiz bilamiz, insoniyat ikki xil sistemada o'ylaydi. Ya'ni Daniel Kahneman'da agar o'qigan bo'lsalaring, Thinking Fast and Slow degan kitobida, biz odatda misol uchun sizdan so'rasamki, qaysi manzilda yashaysiz, ya'ni uyingiz adresini ayting desam, siz menga ko'changiz va uyingiz raqamini aytasiz. Ya'ni o'ylab o'tirishadigan jarayon emas bu. Ya'ni nima deydi, 2 kira 2 necha desam 4 deydigan jarayonga o'xshab, ya'ni juda ham biz oson xotiradan chaqirib olib turib javob beradigan narsalarimiz biz birinchi sistema deb aytamiz, ya'ni ataymiz. Ikkinchi sistema qanaqangi desangiz, bular sekin va tahliliy ishlaydigan, ya'ni tizim bu. Bizni fikrlashimiz, ya'ni birinchisi sistemada hozir tushuntirib berdim, ikkinchi sistemada ishlaydi. Bu ikkinchi sistemada biz ma'lumotlarni olganimizdan keyin ularni tahlil qilib ko'rishimiz mumkin, o'ylab ko'rishimiz mumkin va keyin javob beramiz. Masalan, sizga aytsamki, o'tgan kuni bo'lgan ishga, ya'ni sizda qanaqadir muammo bo'ladigan bo'lsa, shunda mana bunaqangi holat bo'ldi, hozir qanaqangi yondashmoqchisiz desam, bunaqa qilaman deb darrov aytib olmaysiz siz. Ya'ni o'z o'ylashni boshlaysiz va keyin bir javobni aytaman deysiz. Ya'ni tahlil talab qiladigan, o'ylash talab qiladiganlar bu ikkinchi
tizim edi. Ya'ni insoniyat har doim shu birinchi tizim va ikkinchi tizim orasida o'ylab kelgan edi. Bizni ilmiy ishimizni o'tkazgan professorlar aynan mana shu narsaga kelinglar, 3-tizimni ham qo'shamiz deyishdi va bu tizim sun'iy intellekt edi. Ya'ni u bizning miyamiz ichida emas, miyamizni tashqarisida ishlaydi. Odatda inson miyasi hozir aytdik, qaror qabul qilyapti turgan paytda ikkita ichki tizimga tayyorlanadi degan, ya'ni sistem 1 va sistem 2. Bu yerda bo'lsa sistem 3, ya'ni tashqaridan kelyapti sun'iy intellekt. Ya'ni ular miyamizdan tashqarida ishlaydigan, deylik ChatGPTdir balki yoki bitta cloud bo'lishi mumkindir. Aynan mana shu narsalarni, ya'ni yana bitta alohida tizim sifatida olib qaraylik deb buni tizimga kiritishdi. Bu 3-tizimda oldingi ikkitasiga qanaqangi ta'sir ko'rsatadi? Ya'ni biz shu paytgacha ikkita sistemada fikrlayib turgan edik. Endi mana sun'iy intellekt qo'shildi. Nima o'zgaradi bizda degan, ya'ni narsaga savolga javob topishdi. Ya'ni 3-sistemani lekin bitta yaxshi tarafi bor. Bu hozir oldindan aytib qo'yishim mumkin sizlarga, inson tafakkurini to'ldirishi ham mumkin yoki uni o'rnini butunlik nima deydi, bosishi ham mumkin. Tajriba qanaqangi qilingan edi? Xo'p, tajriba dizayni shunaqangi ediki, unda illusion of choice, ya'ni ixtiyoriylik illyuziyasini odamlarga berishdi. Ya'ni ishtirokchilarga kognitiv refleksiya testi berildi. Umuman o'ylashga majbur qiladigan, lekin ozgina chuqur, salgina o'ylash bilan hali yechiladigan mantiqiy masalalar testini berildi odamlarga. Va bunda bitta eng muhim jihati bor, odamlarga ChatGPTdan foydalanish majburiy emas deb ataylab aytib qo'yishdi. Xohlasalaring ishlatinglar deyishdi. Xohlasalaring o'zlaring yechinglar deyishdi va ataylab AI generatsiya qiladigan, agar mabodo kimdir men sun'iy intellekt ishlataman baribir hech qanaqangi cheklov yo'q ekan deydigan bo'lsa, o'sha sun'iy intellekt shunaqangi dizayn qilingandiki, u ataylab 50% holatlarda noto'g'ri javob berardi. Ya'ni 50% holatlarda to'g'ri javob beradi, 50% holatlarda noto'g'ri javob berar edi. Yomon taraf shunaqangi bo'ldiki, ishtirokchilarning 50% dan ortig'i hech qanaqangi ehtiyoj yoki majburiyat bo'lmasa-da darhol o'zlari o'sha duch kelgan masalani sun'iy intellektdan so'rab ko'rishni boshlashgan. AI to'g'ri javob berganda ham 54% holatlarda, noto'g'ri javob bergan holatda ham, ya'ni 52-8 murojaat qilgan o'sha holatlarda ham ularda AI ga yuklash, ya'ni yangi savolda AI dan so'rash nimasi o'zgarmagan, ya'ni tendensiya. Ular javobda sifatini baholamasdan avtomatik tarzda, ya'ni AI ga murojaat qilavergan. Bu nimani anglatadi desa, bu aslida kognitiv, ya'ni biz aqliy qobiliyatlarimizni sun'iy intellektga shunchalik nima deydi, ishonib qo'yyapmizki va natijada biz miyamizni unga taslim qilyapmiz degan narsani beradi. Xo'p, kelinglar raqamlar bilan gaplashaylik. Odamlar o'sha nima desam bo'ladi, ilmiy izlanish natijasiga ko'ra, xo'p, 93% holatlarda AI to'g'ri javob berganda uni natijasini to'g'ridan-to'g'ri qabul qilishgan. Ya'ni sun'iy intellektdan so'rashdi, sun'iy intellekt javob berdi. 93% holatlarda sun'iy intellekt to'g'ri javob bergan paytda 93% odamlar uni javobini, ya'ni savol ostiga olishdi. Uni eng qiziq tarafi mana bu yerda, ya'ni AI noto'g'ri javob berganda ham uni javobini biz savol ostiga olmadik, ya'ni balki bu noto'g'ri javob beryapti turgandir deb. Ya'ni biz uni ham noto'g'ri javoblarga ham 80% holatlarda, ya'ni o'sha biz aytib turgan 1400 ta odam to'g'ri deb ishondi o'sha javoblarda. Endi eslaringda bo'lsin, ya'ni bu siz bilgan masala ustida sun'iy intellektdan so'raganingiz yo'q. Biz kognitiv haligi testda aytdik-ku, ya'ni ozgina mantiqan o'ylash talab qiladigan test qilingan. Ya'ni katta ehtimol bilan miyani ishlatish kerak bo'ladigan savollar so'ralgan va o'shalarga AI javob bergan va o'shani noto'g'ri javob bergan taqdirda ham AI odamlar bu javob balki noto'g'ridir deyishdi o'rniga 80% holatlarda o'sha narsani to'g'ri deb o'ylashgan. 73.2% holatda bu umumiy javoblarda, ya'ni jami nima deydi, to'g'rimi u noto'g'rimi umumiy o'sha sinov natijasiga ko'ra umumiy holatda odamlar, demak 70.2% odamlar biz sun'iy intellektga
ishonamiz ekan. Ya'ni javobi to'g'rimi, noto'g'rimi deb qilmasdan. Faqatgina 20% ga yaqin holat, ya'ni 19,7% holatdagina odamlar sun'iy intellekt bergan javobni shubha ostiga olishgan. Ya'ni qaytadir noto'g'ri, buni nimadir o'ylamayapti, rostdan shunaqamikan deb. Va buni ular o'sha narsada yechib ko'rishgan. Bu tajribani, mana yaqinda bo'lgan tajribani eng qo'rqinchli jihati AI dan foydalangan guruh o'zini javoblariga ishonch darajasini, ya'ni deyarli 12%, ya'ni 11,7% ga mustahkamlab olgan. Ya'ni agar siz tasavvur qiling, AI dan so'raganingiz yo'qda, o'sha narsani yechdingiz, javobini, yechdingiz va javobingga qanchalik, ya'ni sen o'zing ishonasan desa, misol uchun men juda ham ishonaman desa, 1 dan 100 gacha bahola o'sha javobingni desa, misol uchun kimdir 80% deb baholasa, AI ishlatmasdan turib. AI ishlatib bo'lgandan keyin, AI dan o'sha javobni olgandan keyin aynan mana shu narsa 91,7 ga ko'tarilgan, ya'ni 11,7% ga oshib qolgan. Agar shunaqangi deydigan bo'lsa-da, qo'polroq qilib tushuntiryapman endi bu yerda. Ya'ni bundagi asosiy muammo shundan iboratki, ya'ni odamlar sun'iy intellekt bergan javobni o'ziniki deb hisoblashni boshlagan. Biz qo'pol qilib aytganda miyamizga beriladigan vazifani sun'iy intellektga outsource qilib yuboryapmiz va aynan mana shu outsource natijasini uni o'zimizni fikrlashimiz natijasi deb qabul qilyapmiz. Chunki bunga ishonyapmiz biz, ya'ni bu narsalarga. Aynan mana shu narsalar haqida gap boradi. Xo'p, nima qilish kerak? Ya'ni biz miyamizni taslim qilmasligimiz uchun AI ga nima qilishimiz kerak degan savolga birinchi o'chiritda, ya'ni birinchi navbatda AI da javoblarini, ya'ni draft shaklida, ya'ni bu noto'g'ri bo'lish ehtimoli bor degan yondashuvda, ya'ni ong bilan unga qarashimiz kerak bo'lyapti. Ikkinchisi, yuqori fluid IQ deyiladi. O'zi fluid IQ haqida ham bitta ko'rsatuv qilsak bo'lar ekan. Ya'ni crystallized IQ bor, intellekt bor, ya'ni qattiq shakldagi intellekt bor va sun'iy shakldagi intellekt bor deyiladi. Sun'iy shakldagi intellekt bu aynan shu fluid IQ. U qanaqa bo'ladi desangiz, misol uchun siz begona shaharga tushib qoldingiz va u yerda tilini bilmaysiz, yozuvlarini bilmaysiz, faqat ranglar bilan ko'rsatilgan metro tizimi bor va o'zingiz qaysi bekatdaligingizga qarab turib o'sha oxiri yoki boshiga borib olishingiz yoki belgilangan joyga borib olishingiz, shunga o'xshagan narsalarni yechish yoki misol uchun Rubik, haligi kubik Rubik bor-ku, o'shani birinchi marta berib qo'yganda siz hech qanaqangi formulalarni bilmaysiz, birinchi marta yechishdagi o'shani yechish salohiyatingizga, ya'ni fluid IQ deyiladi. Agar men sizdan Avstraliyaning poytaxti qaysi desam va siz Avstraliyaning poytaxtini aytib beradigan bo'lsangiz, bu albatta oldindan bilgan javobingizni aytganingiz uchun crystallized IQ deyiladi. O'shaning uchun bizga buni oshirish talab qilinadi. Buni oshirish bo'lsa faqatgina tanqidiy fikrlash bilan sodir bo'ladi. Tanqidiy fikrlash, biz bu albatta qabul qilyapti turgan ma'lumotlarimizni har doim shubha ostiga olishimiz. Ya'ni bitta doktor, men har doim keltiradigan misol, oq xalat kiyib olib turib, mana doridan ichinglar, sochingiz to'kilishiga juda ham yaxshi yordam beradi desa, sochimiz to'kilyapti turganligi uchungina uni gapiga ishonib ketishimiz kerak emas. Ya'ni bu doktor kim o'zi? Qanaqa preparatni nima qilyapti? Ya'ni tanqidiy fikrlash deganda nima, nimaga, nima uchun degan savollarni berishimiz kerak bo'lar ekan, yoki shu to'g'rimi degan sun'iy intellektdan javob olganimizda. Va albatta sistem 2, ya'ni har doim yoniq holatda bo'lish kerak. Va bitta yana bitta xulosa bor. Sun'iy intellektga biz miyamizda o'ylashni qobiliyatini topshirib qo'yganimizda, undan savollar so'rab turgan paytimizda haligi Daniel Kahnemanning birinchi va ikkinchi sistemalari ilmiy izlanish natijalariga ko'ra doim ochiq holatda bo'lgan. O'shaning uchun sun'iy intellektdan foydalanib turganimizda nima bo'lyapti? Demak, biz har doim uni javoblarni shubha ostiga olishimiz kerak bo'lyapti. Va sistema ikkinchi tizimda, ya'ni tanqidiy fikrlash va chuqur o'ylaydigan tizimimizni yoqishimiz kerak bo'lyapti va u bergan javoblarga nima uchun deb turib undan o'zimiz so'rab qo'yishimiz kerak bo'lyapti. Va 1% bilim kanalini tavsiyasi shundan iboratki, meni o'zimning shaxsiy tavsiyam, agar siz AI ga vazifa berib turgan bo'lsangiz, unga vazifalarni bajaruvchi emas, balki nima desam bo'ladi, bizga o'sha miyamizni fikrlash qobiliyatiga yordam beruvchi bir vosita sifatida qarashingizni xohlar edim. Ya'ni chunki unga vazifa berganingizda u katta ehtimol bilan o'sha vazifani bajarishga harakat qiladi va undagi bo'layotgan turgan jarayonlardan siz bexabar bo'lishingiz natijasida haligi oradagi kognitiv bo'shliq hosil bo'ladi va biz fikrlash qobiliyatimizni sekin-asta yo'qotib boramiz. Videolarni mana boshladik, xudo xolasa qilishdi, azizlar.
1% bilim kanaliga Telegramda obuna bo'lishingni so'rab qolgan bo'lardim. Undan tashqari YouTube'da ham agar shu videoni do'stlaringiz bilan bo'lishib qo'ysangiz, yaxshi bo'lardi. Bundan keyin nima haqida video qilishimizni xohlaysiz? Shu haqida bilishni istardim. Rahmat, sog' bo'linglar.